Madina ko'chalaridan birida hech kim yo'q, qarovsiz bo'lgan bir ikki ko'zi ojiz kampir yashar ekan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu o'sha kampirni ko'rib bir oz qalblari erib, rahmi kelib, oldilariga kelib aytibdiki, onajon, yaqinlaringiz ham yo'q ekan, farzandingiz ham yo'q ekan. Men har kuni kelib sizni uyingizni yig'ishtirib, tozalab, tahoratingizga suv tayyorlab, nima xizmat bo'lsa qilib ketay. Mana shuni birovga aytmang. Men o'zim kelib qilib turaman. Bir kuni kelsalar, kimdir oldinroq kelgan, uylari yig'ishtirilgan, tozalangan, hamma yo'q siparishtalanib qo'yilgan. Hazrat Umar hayron, hali ko'zi ojiz kampirga kelib, "Onaxon, hech kimga aytmang, birovni bezovta qilmang, men o'zim qilaman deyordim-ku" desa, "Men aytmadim, kimdir kelib o'zi qildi sizga o'xshab." Kim desa, ichkaridan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chiqib ketdilar. O'sha paytda mu'minlar amiri edi. Hazrat Umar ko'rib yig'lab yuboribdilar. "Ya amiral mu'minin, ey mu'minlar amiri, nima qilyapsiz?" desa, "Mana shu kampirga yordam bergani keldim." Shuning uchun Hazrat Umar aytgan ekan, "Qachon men bitta xayrli ishni qilaman desam, mendan o'tib ketaverasiz" degan ekanlar. Shu musobaqa shunaqa edi ekan, ularning musobaqasini qarang. Bizga o'xshab dunyoni ko'rsatish musobaqasi emas, savob musobaqasini qilgan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sadoqatli sahobalari bo'lgan ulug'